Toi qui as peur du grand méchant loup, connais-tu seulement son histoire? RG Prince Films namoyish etadi. Et tu sauras toute la vérité sur le Yirtqich bo'zbo'rining sarguzashtlari. Imagine très grand et tout noir, les yeux rouges et la bave aux mâchoires. Regarde mieux, c'est pas ça du tout, il a la gueule et le poil rouge. Toi qui as peur du grand méchant loup, connais-tu seulement son histoire? Viens avec nous et tu sauras toute la vérité sur le grand méchant loup. Chez lui, les deux instincts ne sont jamais très loin, surtout quand il a faim. Et malgré l'innocence de son regard clair, il est sauvage et fier. Ne va pas croire qu'il est seul au monde quand il hurle à la lune rouge. Un peu partout, il a des amis et ce n'est pas n'importe qui. Toi qui as peur du grand méchant loup, connais-tu seulement son histoire? Viens avec nous et tu sauras toute la vérité sur le grand méchant loup. Viens avec nous et tu sauras tout sur le grand méchant loup. To'rt o'g'lon. Ofarin azizam, ofarin. Bu hayotimdagi eng quvonchli kun. Sen bilan faxrlanaman. Ularga qanday ism qo'yamiz? Viktor, Yektor, Amor va Rotor. Shunday qilib sen Viktor bo'lasan. Sizlar esa Yektor, Amor va Rotor. Nazarimda Viktor og'alardan boshqacharoqmi? Xotirjam bo'l, biroz nimjonroq xolos. Bugun o'g'illarim yurishni o'rganamiz. Shavdam yuringlar. Mana shunday, ehtiyot bo'ling. Barakalla, o'zimni borovachchalarim. Viktor, qo'rqma, og'laring ortidan bor. Qo'rqma, yuraver.
Allez, Victor. Viktor, yur. Ukangiz ustidan kulish yaxshi emas, bolalarim. Xafa bo'lma, Viktor. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana yurishni o'rganib oldingiz. Endi sizlarni o'rmonga va toqqa olib boraman, kelishdikmi? Kelishdik, dada. Unday bo'lsa ketdik. Mana o tomonga qaranglar. Bu Robson tog'i. Payt kelib unga chiqishinglar kerak. Biz oq daradamiz. Ov uchun juda qulay joy. Ana uni qarang. Yordam bering, dada. Qo'rqib ketdingmi, jajji qo'rqoq? Sen bo'ri emas, qo'rqoq quyonsan. Bas qilinglar, bolalar. Uyga qaytishimizdan oldin o'rmonda ham bo'lishimiz kerak. O'rmonda sizlar hayvonlarni ovlashni o'rganasizlar, jayron, og'ularni. Qaranglar. Bular jayronlar. Oyingiz ularni go'shtidan qo'ziqorini qo'shib ajoyib taom tayyorlaydi. Shunaqangi mazaliki. Unda nega qarab turamiz? Uni tutmayapmiz. Oyimga olib borardik. Bugun emas. Buning uchun sizlar katta bo'rilardek ov qilishni o'rganishinglar kerak. Endi uyga qaytamiz. Ovqat tayyor. Bu ohumi? Qo'ziqorin qo'shilgan. Yo'q, bu quyon go'shtidan sharko'p. Dasturxonga marhamat. Viktor, senga nima bo'ldi? Quyon go'shtidan jar ko'p dedingizmi? Ha, bolaginam. Bolalarim, sizlar yurishni ham, gapirishni ham o'rganib oldinglar. Katta bo'lib qoldinglar. Katta bo'lganinglarni isbotlash uchun imtihon topshirishingiz kerak. Imtihon? Ha, mangu qorlar xo'jayini keksa bo'ri sinovidan o'tmog'ingiz lozim. Ramez tog'ining ulug' ruhiy xoqoni sinovidan. Qani, yo'lga. Dada, yetib keldingmi? Ha, bolalarim. O'sha mangu qorlar keksa bo'risi qani? Qaranglar, ana u.
Salom, xush kelibsizlar. Salom, ulug' ruhiy Xoqon. Xo'sh, ulg'ayish imtihonlariga tayyormisizlar? Ha, ulug' Xoqon, tayyormiz. Ha, ulug' Xoqon, men ham tayyorman. Juda soz, sizlar 12 ta sinovdan o'tishlaring kerak. Xuddi 12 Erkulov sinovidaymi? Shunga o'xshash. Xo'sh, birinchi sinov uvillash. Haqiqiy bo'ri uni hurmat qilishlari uchun uvillashni bilish kerak. Kim birinchi bo'lib boshlaydi? Men, ulug' Xoqon. Juda soz. Boshla, Gektor. Barakalla, Gektor. Birinchi sinovdan o'tding. Sening navbating, Viktor. Boshla. Qulog'im senda. Hech nima eshitmayapman. Yana bir uvillachi. Sen sinovdan o'tmading. Boshqa sinovlarda o'zingni ko'rsatishing kerak. Kimning navbati? Endi 5-sinovga o'tamiz. Yugurish. Bayronaga birinchi yetib borgan 3 bo'ri g'olib bo'ladi. Oxirgi kelgan esa mag'lub hisoblanadi. Tayyorlaning. Diqqat, boshladik. Barakalla, davom etinglar. Nega imillayapsizlar? Omading kelmadi, Viktor. Sinov oxirigacha diqqat e'tiborli bo'lish kerak. Diqqat, ov bo'yicha sinov. Sening navbating. Ishonchim komil. U uddalaydi. Bo'la qol, Viktor, bo'la qol. Unga yetay deb qoldim. Sho'rginamiz qursin. Endi ishlaydigandim. Lekin u qochib ketdi. Birodarlar, menda zo'r taklif bor. Unga yirtqich bo'z bo'ri deb laqab qo'yamiz. Nega desanglar, undan hech kim qo'rqmaydi. Yirtqich bo'z bo'ri. Qay o'zi. O'zi bo'lgandaki. Shunaqami hali? Hammangizdan ham zo'r ekanimni isbotlayman. Mana ko'rasizlar. Mana endi sinovlar natijasini e'lon qilaman. Rotor, Amor va Gektor.
voyaga yetgan deb hisoblanishadi. Ular 12 sinovni 10 tasidan o'tdilar. Tabriklayman. Sen esa Viktor, haqiqiy bo'ri bo'lishi uchun hali ko'p narsani o'rganishing kerak. Meni ishonchim komil, sen hali zo'r bo'ri bo'lasan. Men bunga ishonaman. Zo'r bo'ri bo'larmish. Sen bilan gaplashib olishim kerak. Men ham tashqariga chiqaylik, bolalar uxlashyapti. Viktordan xavotirdaman. Men ham. Faqat u sinovdan o'ta olmadim. O'g'illari uni rahmdil bo'lgani uchun yirtqich, bo'z bo'ri deb masxara qilishyapti. Endi nima qilamiz? Qo'lidan hamma ish keladi, faqat uni bunga ishontirish kerak. Menda bir fikr bor. Uni bir o'zini safarga jo'natish lozim. Viktorni yolg'iza, bu g'irt tentaklik. U Robson tog'i cho'qqisini zabt etib, qishki to'lin oy payti uyga qaytish kerak. Shundagina undan haqiqiy yirtqich, hammani titratadigan bo'ri chiqadi. Hamma hurmat qiladigan bo'ladi. Mana shunday. Tushundingmi, xotin? Menimcha yolg'iz o'zi bunday sayohatga chiqishga yoshlik qiladi. Istasang bildirmay ortidan kuzatib boraman. Biron gap bo'lsa yordamga kelaman. Keyin esa o'zini yolg'iz qo'yib yuboraman, tushundingmi? Viktor, biz seni o'rmonga olib borib tashlaymiz. Sen Robson tog'i cho'qqisiga chiqishing kerak. Mayli, dada. Xo'p. Viktor, men senga ko'proq qo'pollik qilardim. Shunday bo'lsa hamda muvaffaqiyat tilayman. Ishonaman, bu ishni uddasidan chiqasan. Omadingni bersin. Vaqt bo'ldi, ketdik. Ketdik. Shu yerda ajrashamiz, Viktor. Aqlli, mard bola bo'l, o'g'lim, xo'pmi? Menga ishoning, oyi, barini uddalayman. Sen o'rmonni, tog'dagi yaylovni kesib o'tib, tepalikka chiqishing. Daralardan sakrab o'tib, Robson cho'qqisini zabt etishing kerak. Unutma, qishki to'lin oy tunigacha uyga qaytib kelishing kerak. Qo'rqyapsanmi, o'g'lim? Yo'q, dada. Qani bor endi. Omadingni bersin, o'g'lim, ehtiyot bo'l. Oyi, dada, qayerdasizlar? Men adashib qoldim. Yo'q, Viktor, yo'lda yolg'iz davom etishing kerak. Bo'lmasa hech qachon haqiqiy bo'ri bo'la olmaysan. Qornim ochdi, oyi, ovqat qachon tayyor bo'ladi?
Iye, salom. Bu yerda nima qilyapsan? Aytaylik, sen uchun xavotirlanyapman. Meni qornim ochdi. Adashib qolib o'rmondan chiqa olmayapman. Qara-ku, ko'rinishimdan yirtqich bo'lsam ham, og'alarim meni omadsiz deb ustimdan to'g'ri kulishgan. Sen ham meni ustimdan kulyapsanmi? Hech hamda. O'zingni haqiqiy bo'ri ekaniga ishonch hosil qilishing uchun oldinda turgan maqsadlaringga erishishing kerak. Sen haqsan, uka. Men Robson cho'qqisini zabt etishim kerak. Rahmat. Arzimaydi. Omadingni bersin. Barakalla o'g'lim, shunday davom et. To'g'ri yo'ldan ketyapsan. Biram mazali bo'y kelyapti. Bo'ri! Bo'la qol, Viktor. Bu ajoyib o'lja, yumshoqqina, do'mboqqina. Janob bo'ri, o'tinaman, sizdan meni yemang. Quloq solma, Viktor. G'ajib tashlatyapman senga. Seni yemoqchi emasman. Ko'l bo'yida qoldirib ketgan narsangni qaytarib bermoqchiman. Men bo'lsam yeb qo'yasiz deb qo'rqdim. Yo'q, aslo. Voy, ahmoq. Qayoqqa ketyapsan? Buvimnikiga. Ular betoblar. Suqsomsalar bilan kichkina ko'zachida moya olib ketyapman, lekin adashib qoldim. Istasang seni kuzatib qo'yaman. Rozilik bermasligim kerak edi-yu, lekin roziman, chunki siz rahmdil bo'risiz. Yo, nima qildim bu bolani? Yo, nima qildim? Mana shu buvimni uyi. Yuring, tanishtirib qo'yaman. Seningcha bu yaxshi fikrmi? Uni qo'rqitib yubormaymanmi? Yo'q, men borman-ku. Keling, kelavering. Bo'la qol, Viktor. Yo hozir, yo hech qachon. Bulardan oson o'lja yo'q. Ikkovini ham paqqos tushir. Yirtqich vahshiy bo'ri ekanligini isbotlab, ustingdan kulganlarni tilini tishlat. Ularni yamlamay yut, bor tezroq. Kim u? Men buvijon, nabirangiz Qizil Shapkachi. Salom, qizalog'im. Yolg'iz o'zingmisan? Yo'q, do'stim bilan. Xotirjam bo'ling, undan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Marhamat, bo'ri. Faqat buvimga tishlaringizni ko'rsatmaysiz. Qizil Shapkachi, meni ketganim ma'qul. Yana tentaklik qilib qo'ymang. Tentaklik? G'alati bo'ri ekan. Qizil Shapkachi, tezroq uyga kir, u seni yeb qo'yishi mumkin. Hozir buvijon. Yo, bolam, sendan bo'ri chiqmaydi. Lekin men ochman.
Barakalla, Viktor. Qani, hamla qil, hamla. Nima haqda o'ylayapsiz, oyi? Otang va ukang haqida. Hademay ular qaytib kelishadi. Ularni sog'inib qoldim. Men sizlarni yeyman. Hammangizni. Yo, unday qilma. Oy. Yirtqich bor, kuku. Yirtqich bor, kuku. Kechirasiz. Men Robson tog'i tomon ketyapman. Qaysi tomonda? Ha, ana u tomonda. Katta rahmat. Hechki yo'q. Rosa mazali bo'lsa kerak. Yordam bering, yordam. Bo'la qol. Tashlan o'ljaga. Rosa quvlashdik-a. Meni yeb qo'ymaysanmi? Yo'q, qornim och emas. Qorning to'qmi? Ko'zingga rosa mazali ko'rinyapmanmi? To'g'risini aytsam, o'lgudek ochman, lekin seni yegim yo'q. Axir sen bo'risan, etxo'rsan, go'shtni yaxshi ko'rasan-ku. Yo'q, menimcha o'txo'rman. Voy, o'txo'r. Meni o'g'lim o'txo'r. Soqolim bilan qasam ichaman. Ustozim janob Sigunga aytsam, o'lsa ham ishonmaydi. Xo'p deyaver. Endi ket, faqat tezroq. Yana fikrimdan qaytib qolmay. Ko'rishguncha xayr bo'ri. Barchaga salom ayt. Xayr, echki. Viktor. Dada? Bu yerda nima qilyapsiz? Orqamdan kuzatib kelyapsizmi? Hammasini ko'rdingizmi? Qizil shapkacha, uch cho'chqacha, echkiniyami? Meni yuzimni yerga qaratding. Ha. Endi seni yolg'iz qoldiraman. Yo'lingda davom et. Sen haqiqiy bo'riga aylanishing kerak. Robson tog'i etagida so'nggi imkoniyatdan foydalanib qol. Xo'p bo'ladi, dada. Tushundim. Faqat unutma, kuz keldi, vaqting juda ham oz. Ha, dada, tushundim. Dada, axir haligi omadingni bersin, o'g'lim. Xayr, dada. Yirtqich bo'z bo'ri ustidan kulish yaxshi emas. Har holda men o'txo'r emasman.
uddalay olarmikinman? Eski tanish, uka. Ha, meni ukkiman. Nima deysan? Qish boshlanguncha toqqa yetamanmi? Agar tuyaqushday yugursang, albatta yetasan, do'stim. Tuyaqushday? Qanday qilib? Tezroq harakat qilishing kerak. Mana bundaymi? Unda olg'a! Dadam keldilar, yashasın! Xo'sh, qalay? Viktor Robson tog'iga yaqinlashib qoldi. Rostdanmi? Lekin hadamay qor yog'adi. Bilaman. Uddalay olishiga ishonasizmi? O'ziga bog'liq. Lekin og'alari kabi haqiqiy bo'ri bo'ladi deb umid qilaman. Ish qilib uni tog' xudolari qo'llasin. Oyi, ovqatingiz juda ham shirin bo'pti. Nimalar bo'lyapti o'zi? Seni jon deb kuzatib qo'yardim, lekin men ukkiman, inimdan uzoq ketolmayman. Tushunaman. Omadingni bersin. Xayr, uka. Cho'qqa, men maqsadimga yetdim. Oyi, dada, bu yoqqa qaranglar. Tezroq. Nima gap, tinchlikmi o'g'lim? Mana yoqqa qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? U uddaladi. Qaranglar, uddaladi. O'g'lim yolg'iz o'zi Robson cho'qqisini zabt etdi. Hadamay bag'rimizga qaytib keladi. Men maqsadga erishdim. Maqsadga erishdim. Ha, erishding. Salom, buyuk ustoz. Mana endi Viktor, sen haqiqiy bo'z bo'ri bo'lding. Yirtqich bo'z bo'ri. Endi uyingga qaytishing mumkin. Ular seni kutishyapti. Haqiqiy bo'ri. Bo'ri, bo'ri. Yirtqich bo'z bo'ri. Yordam bering. Kim bor? Menimcha bu bolani ovozi. Yordam bering. Chuqurga tushib ketdim. Bo'ri, yordam ber. Qo'rqma, bolakay. Janob bo'ri, o'tinaman sendan, meni yema. Sen meni qutqarding. Nima bo'pti? Shunday qilish kerak. Seni tashlab keta olmasdim-da. Meni yemaysan ama? Yo'q, yegim yo'q. Qanday qilib senga minnatdorchilik bildirsam ekan? Men bilaman. Menga do'st bo'l. Men ismim Viktor. Yirtqich bo'z bo'ri.
Meniki Pyer. Tog'da yolg'iz nima qilib yuribsan? Yozgi ta'tilni do'stimnikida yaylovda o'tkazdim. Uyga qaytayotib adashib qoldim. Istasang seni kuzatib qo'yaman. Qaniydi, zo'r bo'lardi-da. Meni shoshadigan joyim yo'q. Ana u yoqqa qara. Sayyohlar. Shu yerda kutib tur, hozir boqmayman. Qayoqqa? Boplab qo'rqitding ularni. Sen haqiqatan ham katta bo'zbo'riga o'xshab ketding. Rostdanmi? Ha. Katta safarga tayyormisan? Buni to'g'ri fikrligingga ishonasanmi? Yirtqich bo'zbo'rga ishonaver. Soniyadan so'ng narigi tomonda bo'lamiz. Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l, urilib ketma. Qo'rqma, meni oyoqlarim baquvvat. Diqqat, hozir eng qiyini boshlanadi. Endi sakraymiz. Ana bo'ldi. Aferin, Viktor, sen dunyodagi eng mard bo'risan. Buni akalarim eshitganda edi. Nima deding? Hech nima. Pyer, tuta olishimizga ishonasanmi? Ozmuncha vaqt o'tdimi? Baliq ovlaganda sabr toqatli bo'lish kerak, Viktor. To'g'ri, lekin meni sabrim chidamayapti. Rostdanmi? Hozir ko'ramiz. Men seni yeyman. Yo'q, yemaysan, yeyolmaysan. Ehtiyot bo'l. Menga bunaqa qarama, qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, axir seni do'stingman-u. Juda mazali ekan. Bu nima? Malina qo'shilgan xon baliq. Oyimga aytaman, qilib beradilar. Qanday tayyorlanadi? Senga nima bo'ldi? Xavfni sezyapman. Rostdanmi? Bular kim bo'ldi? Ovchilar. Qayoqqa? Bu yoqqa tezroq. Tezroq. Bular ovchilar. Ishqilib Viktorimizni o'z panohida asrasin. Undan ko'ngling to'g'ri bo'lsin. U yirtqich bo'zbo'ri. Nimalar bo'lyapti, oyi? Hech nima bolam. Qo'rqma. Ular ovchilar-ku. Tezroq, Viktor. Ular quvib kelishyapti. Ehtiyot bo'l, Viktor.
Viktor, qoch Pyer, meni tashlab ket, seni ham yo'q, sen meni do'stimsan, hech qachon tashlab ketmayman. Yurishga harakat qilib ko'r, menga suyan. Yordam beringlar! Yordam beringlar! Yaramas bola! Uka, Tezroq bu yoqqa. Men pana joyini bilaman. u meni do'stim, unga ishonsa bo'ladi. Yuqoriga. Zo'r! Tezroq bo'la qol. Men yuqoriga chiqa olmayman. Meni ol. Meni ol, esing joydami? Bo'la qolinglar, ular kelishyapti. Olg'a. Bo'la qolinglar. Ana ular. Sho'rimiz quridi. Yo'q! Biz qutulib qoldik. Yashavor Viktor, yashasin yirtqich bo'zbori. Xotirjam bo'l, Viktor. Tez orada oyog'ing tuzalib ketadi, ilgarigidek yugurib berasan. Ha, biz dunyodagi eng noq do'stlar bo'lamiz. Ancha tuzalib qoldim. Rahmat, Pyer. Sendan minnatdorman. Endi sen uxlashing kerak, ertaga yana ham tuzalib ketasan. Viktor allaqachon uyda bo'lishi kerak edi. Nima bo'ldi ekan, tinchlikmikin? Ishqilibovchilarning qo'liga tushmagan bo'lsin. Ertaga qishki to'lin oy kechasi. Uni qidirib kelaman. Qani urinib ko'rchi, qani. Bilolmadim, oyoqda tura olarmikinman? Barakalla, Viktor. Endi yo'lga chiqsak ham bo'ladi. Qani yurt-a? Yo'q, men yirtqich bo'zboriman. Bu jarohat menga xalal bermaydi. Sen ham uyingga borishing kerak. Sen haqsan. Miyamga zo'r fikr keldi. Biron ayyorlik o'yladingmi deyman. Hozir ko'rasan. Yaxshi. Dadam aytganlaridek, endi olg'a. Topdim, uyim boradigan yo'l mana shu. Endi seni yolg'iz qoldirganim ma'qul. Yo'q, men bilan borishingni istayman. Yur. Mana qish ham keldi. Dadam kelyapti-da. Sho'rim qursin, Viktor siz kelyapti-yu. Yo'q. Pyer, men yana xavfni sezyapman. Ovchilar. Yo'q, bu meni dadam. Dadang? Dada, o'zimni dadajonim. Pyer. O'g'liginam meni.
Qo'rqmang dada, bu meni do'stim, yirtqich bo'zbori. Yirtqich bo'zbori do'stingmi? U meni o'limdan qutqardi, men ham uni qutqardim. Tanishing, Viktor. Salom, Viktor. G'oyat xursandman, janob. Dada, menda bir fikr bor. Xo'sh, nima deysiz? Juda g'aroyib fikr. Meni dadam kino oladilar. Biz yirtqich bo'zbori haqida kino olmoqchimiz. Men haqimda-ya? G'alati fikr. Birgalashib ssenariy yozamiz. Sen bosh qahramon bo'lasan. Oyi, dada, qandaydir ovoz kelyapti. Hech qanday ovoz yo'q. O'tir ovqatingni ye. Bu yoqqa qaranglar, tezroq. Barchangizga salomlar. Viktor! Qaytib keldi. U tirik ekan. Shoshmay oyijon. Men bir yilga kechikdim, lekin sizlarga sovg'am bor. O'tiringlar, hozir ko'rsataman. Yirtqich bo'zbori kino yulduzi. Xo'sh, do'stlar, hozirgina siz men to'g'rimda film ko'rdingiz. Yirtqich bo'zbori to'g'risida. Sizlarga yoqdimi? Yana ko'rishguncha. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Ruschadan Yo'ldosh Abdukarimov tarjimasi. Dublajda artistlardan Hojiakbar Nurmatov, Farhod Aminov, Oybarchin Bakirova, Zulxumor Mo'minova, Barno Qodirova va Sidiq Sanayevlar ishtirok etishdi. Rejissyor Yo'ldosh Abdukarimov, rejissyor assistenti Matyoqub Orziyev, ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova, muharrir Bahodir Abdullayev. Viens avec nous et tu sauras tout, toute la vérité sur le grand méchant loup. Chérie, les deux instincts ne sont jamais très bons, surtout quand il a faim. Et malgré l'innocence de son regard clair,